Assalomu alaykum qadrli obunachilar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati Mingbuloq tumani Gurtepa qishlog'idan Dehqon akamiz xonadonidamiz akalar. Uchibosh bo'g'oz sigirlari bor ekan, shularni sizlarga qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Bugungi sanamiz 19-noyabr hafta kuniga chorshanba. Kunimiz barchaga xayrli va barakatli bo'lsin akalar. Qani bo'lamiz. Dehqondan, sog'lomidan mana akalar, zo'ridan so'raganlar bo'lsa, xudo xolasa yaxshilardan tavsiya qilib qolamiz. Bunimiz uje 7,5 oy 8 oylik bo'g'oz. Ko'rursa, bo'ylari 1,25 sm. Yeb ichish ham yo'q, zo'r xudo xolasa. Ikkinchi tug'ishiq ekan. Ko'ringlarchi. Endi boricha olib beraman. Bu tortilib, netib, olib sotardi. Uydan olingan yo'q. Tog'amni mollari bo'ladi. Xo'p, bu ikkinchi bolasi, mana birinchi bolasi akalar, buqacha. Ko'rursa, bolasi sotilmaydi, faqat shu onasini sotiladi. Ikkinchi tug'ishiga bo'lsa, shunda bo'lsa bir 4 kurak bo'lsa kerak molimiz. Xudo xolasa uzunliklarini qaranglar. Narxini 25 million so'm deyishyapti. Telefon qilsangiz yana chiroyli qilib kamini qilib berishadi. Taglarini ko'ryapsizlar akalar. Yaxshi xudo xolasa to'qol vanetlardan qidiryapti turganlar bo'lsa, to'qollaridan sizlarga. Narxi 25 million so'm, 7,5 oylik bo'g'oz ikkinchi tug'ishiga. Rossiyskiy bo'g'oz xonajin qidiryapti turganlar bo'lsa akalar, mana haqiqiy bolasi qo'lga kelyapti. 8 oylik, ushi 1 oy qoldi xudo xolasa. 8 oylik bo'g'oz, bo'ylari 1,20 plus xudo xolasa. Ko'ringlarchi, ushi yelini qo'zg'ab qolibdi bu. Bozorga chiqmaganlardan, sog'lomlardan, yaxshilardan qidiryapti turganlar bo'lsa, mana akalar sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Ko'rsa. Xo'p, bunimiz shu 7,5-8 oylik bu ham. Narxiga keladigan bo'lsak, 22 million so'm deyishyapti. Yana kamini qilib berishadi. Telefon qilib sotib olaverasizlar akalar. Xo'p, uchinchisiga Chorniy Pantera, jaydar variantlardan sizlarga. Ko'rasizlar. Bo'ylari 1,20, 1,15 dan baland, shu 1,20 sm ga yetib olib qolyapti shu. Bu ham 7 oylik akalar. Bo'g'oz variantlardan so'raganlar bo'lsa, mana sizlar uchun zakasli video. Qani vositalarni olib qo'yaylik. Hop, buni pulini akalar 20 million so'm deyishyapti. Yana kam bor. Dastavkadan xudo xolasa qilib berishadi. Telefon qilsangiz, dastavkaga ozgina menga telefon qilsangiz yana yordam qo'yaveraman akalar. Mashinalar siroq xudo xolasa bizda. Shu bilan akalar narxlarni aytdik. Yana berilmay qolgan ma'lumotlar bo'lsa, ekran pastida telefon raqami bo'ladi. Telefon qilib Dehqon akamizdan o'zlaringiz so'rab olishlaringiz mumkin. Bo'lmasa barchaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xato kamchiliklarga oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Barchaga rahmat.